Studiya Andijon, jonajon fanatlarimga jon. 13 rayon, 13-region. Bola shuncha qilib harakat, qizi xayolida o'sha palakat. Turmushga chiqding, unut befarosat, yigitda boshini egding kasofat. Qizlarga hayronsan, nima etmaydi? Sevgi deyishadi, sevgini tushunmaydi. Ba'zi bir qizlarni xayolida shu, ota-onangni boshini egding. U qizni turishlari jayron, qiliqlariga hamma hayron. Bitta oilani qilib vayron, hammani og'zida san hayvon. U qizni turishlari jayron, qiliqlariga hamma hayron. Bitta oilani qilib vayron, hammani og'zida san hayvon. Bola boshi 5 mahal sajdada duo qilib yaxshi qiz so'radi. U qiz 3 kunlik mehmonmidi, sanga Xudo uni loyiq ko'rmadi. Bola uni shuncha kutganmidi? Bolaga maqtanib nima dedi? Men Qur'onni xatm qilgan edim. Bola shu gapiga ishongan edi. Sabringga qo'y. Hozirgi zamonmi axir shu? Qizlarni olib qochish moda bo'ldi-yu. Ko'zlaringni ochinglar ey qizlar, ota-onani boshini egmanglar. Yaxshisi qizlarga bersin insof, sajdada so'ra musulmonlarga xos. Ko'tarilma, yerdasan o'zingni bos, baribir bo'ladi hamma bir-biriga mos. U qizni turishlari jayron, qiliqlariga hamma hayron. Bitta oilani qilib vayron, hammani og'zida san hayvon. U qizni turishlari jayron, qiliqlariga hamma hayron. Bitta oilani qilib vayron, hammani og'zida san hayvon. O'p qo'yilgan qizlar boshqasi bilan daydi. Bunaqalari ko'rib uylangin ham kelmaydi. Bizda qalarga qizim berib bo'lmaydi. Qizing